O'zbekistonliklar ikkiga bo'linib ketishdi. Umraga piyoda kelish to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan masala ustida qaysi birimiz to'g'ri fikrdamiz? Qur'oni Karim Niso surasi 65-oyatni ochamiz. Oyatda Alloh taolo aytayaptiki, kelishmovchilik chiqqan paytda hakam Muhammad alayhisalom dedi. Demak, siz bilan bizga hakam Muhammad alayhisalom. Sahih Buxoriy 1865-raqamli hadisni ochamiz. Bir inson qasddan ataylab otga minmasdan hajga piyoda kelardi Rasulullohning davrida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u insonni o'g'illariga dakka berdi. Buni qiynalganidan Alloh taologa nima foyda dedi? Alloh taolo manfaat ko'rmaydi buni qiynalganidan. Tezda buni otga ulovga mindiringlar deb dakka berdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, piyoda qasddan kelib o'zini qiynab kelish mumkin emas dedi. Siz aytayapsiz, kelsa bo'laveradi deyapsiz. Siz Muhammad alayhisalomdan shunaqa aqllimiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Alloh taologa yaqinmisiz? O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'atining fatvosi bor. Umraga piyoda kelishlik makruh hisoblanadi. Samolyotga imkoni yo'qlar piyoda yuradi deganlarga trendda bo'lgan ChatGPT bilan birgalikda hisoblab ko'rdik. 170 kun ketar ekan Toshkentdan Makkaga kelishlikka. Xarajatlarda ChatGPT $3000 hisobladi. PR maqsadida, mashhurlik maqsadida, pul maqsadida umraga piyoda kelayotganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga aytib ketgan. Shundoq insonlar chiqadi. Gapiradigan gapi din bo'ladi. Aslida maqsadi dunyo bo'ladi. Ular dinni niqob qilganlardir.